Allohning buyukligini bilishimiz, bu haqida suhbat qilishimiz bizning ustimizdagi Allohning haqlaridan. Allohni ulug'lash aslida inson qalbidan boshlanadi. Ateistlarning eng olimida ham aqlga sig'adigan biror bir javob yo'q. Bu insonlar, turli hayvonlar, qushlar, baliqlar va o'simliklar bular qanday paydo bo'ldi? Aniq biladi. Ey odam bolasi, egilib Allohga ruku sajda qilishing uchun mushaklaring, suyak bo'g'imlaring egiluvchan qilib yaratilgan. Inson o'ziga nazar solib bir fikr qilsa, Allohning cheksiz qudratiga ming bor iqror bo'ladi. Inson ma'lumotlarni qabul qilishi va ozuqalar kirib, ortiqchasi chiqib ketishi uchun insonda 9 ta darcha qilib qo'yilgan. Barcha mulhid ateistlar katta musibatlarga ro'baro bo'lsa, eng birinchi ey Xudoyim deb Allohga yolvoradi. Ey inson, nima uchun shu vaqtgacha Xudoni eslamagan eding? Nima uchun shu vaqtgacha Xudoni eslamagan eding? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة السلام عليكم. Barchalarimizga Allohning rahmati, barokati bo'lsin. Allohning izni irodasi bilan 40 suhbat nomli ilmiy darslarimizni boshlaymiz. Inshaalloh bu suhbatlarimizda Allohning ulug'ligi, buyukligini bayon qiluvchi 40 hadisni sharhlaymiz. Demak, bu darslarimiz Allohning buyukligi haqida 40 hadis deb nomlanadi. Bu mavzu albatta juda buyuk, muhim mavzu. Bu mavzuning muhimligini ko'plab jihatdan bayon qilsa bo'ladi. Bu o'rinda asosiy 4 jihatga qisqacha to'xtalamiz. Birinchi, Allohning buyukligini bilishimiz, bu haqida suhbat qilishimiz bizning ustimizdagi Allohning haqlaridan. Allohni ulug'lash Allohga iymon keltirish jumlasidandir. Ikkinchidan, Allohni ulug'lash aslida inson qalbidan boshlanadi. Banda Allohning buyukligini qanchalik his qilsa, uning qalbida Allohni ulug'lash shunchalik mukammal bo'ladi. Allohning buyukligi haqida ko'p fikr qiladi. Uchinchidan, Allohning buyukligi haqida ko'p gapirish, bu haqida ko'p fikr qilish insonni amal qilishga undaydi. Albatta Allohning buyukligini haqiqiy his qilgan inson farz va vojiblarni bajarishga shoshiladi. Haromlardan uzoq bo'lishni o'ylaydi. Inson qalbida Allohni ulug'lash mukammal bo'lsa, bu inson Allohning buyruqlariga itoat qiladi. Allohning qaytariqlaridan uzoq bo'ladi. To'rtinchidan, hozirgi zamonda Allohning cheksiz qudratini bilmaydigan, hatto bunga zid bo'lgan fikrlarni aytadigan kimsalar bor. Boshqa bir toifa insonlar Allohning buyukligi haqida fikr qilmaydi. Allohning ulug'ligini his qilmaydi va butunlay beparvo bo'lib yashaydi. Mana shuning uchun bu mavzu haqida ko'p gapirishimiz va odamlarga doim eslatishimiz lozim. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Allohning yaratuvchi, barcha narsani boshqaruvchi ekaniga mavjudotlarning o'zi ochiq oydin dalildir. Allohning haq iloh ekaniga va undan boshqa birortasi iloh bo'lishga loyiq emasligiga barcha mahluqotlar shohiddir.
Mahluqotlarning mo'jizaviy yaralishi Allohning cheksiz qudratiga dalolat qiladi. Bunga insonlar ko'pchiligi o'z xohishi irodasi bilan guvohlik bersa, qolgan ko'pchilik qismida tilida inkor qiladi. Ammo ich-ichida bor vujudi bilan iqror bo'lib turadi. Barcha mavjudotlar, osmonlar va ulardagi farishtalar, yulduzlar, yer va yer ahli, dengiz va undagi baliqlar, tog' va toshlar, daraxtlar, hayvonlar, barcha jonzotlar va jamoatlar Allohni poklab mudom ulug'laydi. Oyatda aytilganidek, 7 osmoni va yer ulardagi mavjudotlar Allohni poklab ulug'laydi. Har bir narsa Allohni poklab, unga hamd sano aytadi, lekin sizlar buni anglamaysizlar. Albatta Alloh bandalariga rahm qilib, tavba qilishlari uchun muhlat beruvchi va mag'firat qiluvchi zotdir. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga haq iloh yo'q. Alloh taolo buyuk, ulug' zot bo'lib, uning qudrati cheksiz. Allohning oyat mo'jizalari, betakror maxluqotlari uning cheksiz qudratiga, mukammal ilmiga va yetuk hikmatiga ochiq oydin dalildir. Oyatda aytilganidek, u barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. Boshqa oyatda Allohning yaratishi shundayki, u barcha narsani puxta, bekam ko'st qilib yaratgan. Alloh taolo barcha borliqni yaratib, uni qoyim qilib qo'ygan va barcha narsani Allohning o'zi tadbir qilib boshqaruvchidir. Buni inkor qiluvchi kimsa haqiqatni tan olishdan kibri havo qilib, garchi ich-ichida iqror bo'lib tursa ham, tilda yolg'onga chiqarmoqchi bo'ladi. Bir qancha oyatlarda maxluqotlarning yaratishi haqida fikr qilishga chorlab shunday deyilgan. Osmonlar va yerni yaratuvchi bo'lgan zot Alloh taolo yaratuvchi ekanida hech qanday shubha yo'q-ku. Yaratuvchi bo'lgan zot bilan yaratishga qodir bo'lmaganlar teng bo'lurmi? Ular shunday o'zlari yaralib qolganmilar yoki ularning o'zlari yaratuvchimilar? Allohning qudratini barcha mavjudotni yaratuvchi ekanini inkor qilish aqlga ham, ichki his tuyg'ularga ham umuman to'g'ri kelmaydigan botil gumondir. Borliqdagi barcha narsalarni Alloh yaratgan va barcha mavjudotlar Alloh yaratgani uchun bor bo'lib turibdi. Kunduzi charaqlab turgan quyoshni inkor qilgan kimsaga qanday dalil aytasan? Axir uning aqli joyida emas-ku. Allohning yaratuvchi ekanini inkor qilish bundan ham qabihroqdir. Shuning uchun ham Allohning cheksiz qudratini, barcha narsalarni yaratuvchi ekanini faqat kibri havo qilib, nafsiga butkul qul bo'lib qolgan mutakabbir kimsalargina inkor qiladi. Ular ham faqat tillarida inkor qiladilar. Holbuki qalblari ham, aqllari ham yolg'on gapirayotganlarga iqror bo'lib turadi. Yaratuvchini inkor qilgan mulhid ateistlarga olam qanday paydo bo'lgan desangiz, aqlga umuman to'g'ri kelmaydigan gaplarni aytadilar. Aytayotgan gaplarning umuman asosi bo'lmasa ham, lekin o'shani gap deb aytib yuraveradilar. Ba'zan bu olam katta portlash ortidan paydo bo'lgan deydilar. Yoki odamlar evolyutsion jarayonlar ortidan paydo bo'lgan deydilar. Bu safsatalarni isbotlash uchun aqlga to'g'ri keladigan biror bir javob bera olmaydilar. Evolyutsion jarayon nimadan boshlangan? Yo'q narsadan boshlanganmi? Eng birinchi boshlanish yo'q narsadan paydo bo'lganmi? Unday bo'lsa, yo'q narsa qanday bor bo'lib qolgan? U o'zidan o'zi bor bo'lib qolganmi? Qanday qilib yo'q narsa o'zidan o'zi bor bo'lib qoladi? Yo'q narsa o'zidan o'zi bor bo'lib qoladi degan safsatani qaysi aqli bor odam qabul qiladi? Agar bir narsadan yaralgan desalar, o'sha bir narsani o'zi nimadan yaralgan? U o'zidan o'zi paydo bo'lganmi? Yana avvalgi savolga javob berishlari kerak bo'ladi. Yo'q narsa qanday bor bo'lib qoldi? Bir narsadan paydo bo'ldi desalar, o'sha bir narsa nimadan paydo bo'ldi? Nima deb javob bersalar ham yana o'sha savol takror bo'laveradi. Bunday oddiy savollarga biror bir mulhid aql qabul qiladigan javob ayta olmaydi. Ateistlarning eng olimida ham aqlga sig'adigan biror bir javob yo'q. Bu olam katta portlash ortidan paydo bo'lgan deb aytadilar. Bu portlashdan oldin hech qanday harakat yo'q edi. Keyin birdan harakatga kelganmi? Uni nima harakatga keltirdi? Bu portlash o'zidan o'zi yo'q narsadan sodir bo'ldimi? Unday bo'lsa, yo'q narsa qanday bor bo'lib qoldi? Kim uni yo'qdan bor qildi? Agar uzoq yillar davomida turli moddalarni
o'zaro to'qnashishi ortidan sodir bo'lgan deb aytishsa, u moddalar nimadan paydo bo'lgan? Ular yo'qdan bor bo'lib qolganmi? Qanday qilib yo'q narsa birdan bor bo'lib qoldi? Kim uni bor qildi? Kim uni paydo qildi? Bunday savollarga aql to'g'ri keladigan javob aytishdan ateistlar butunlay ojizlar. أو يصح في الأذهان الصحيحة أبدا. Ularga yana savol qilib, o'zidan o'zi sodir bo'lgan portlash ortidan ana shunday tartib, nizomli koinot, ajoyibotlarga to'la mavjudotlar paydo bo'lishi mumkinmi? Buni qaysi bir salomat aql qabul qila oladi? Insonlar, turli hayvonlar, qushlar, baliqlar va o'simliklar bular qanday paydo bo'ldi? Bir portlash bo'lib, mana shunday mukammal, tartib nizomli koinot, bir tartibda harakatlanayotgan planeta, yulduzlar paydo bo'lib qoldimi? Tirik jonzotlar yeb ichishi, ovqat hazm qilishi, nafas olib, nafas chiqarishi, التي فيها نظام bular hammasi tasodifan sodir bo'ldimi? Bir portlash ortidan vujudga keldimi? Qaysi aqli bor inson bu gaplarni aytadi? كيف؟ وكذلك Biz ularga aytamiz. Bu masala Qur'onda ham zikr qilingan. Ularga dunyoda qanday paydo bo'lgansizlar deyilsa, 3 ta ehtimoldan bittasini aytishga majburlar. Chunki 4-ehtimolning o'zi yo'q. Yoki yo'q joydan bor bo'lib qolganmiz deyishlari kerak. Yoki o'zimizni o'zimiz yaratganmiz deb aytadilar. Yoki ularni yaratuvchi yaratganiga iqror bo'lishlari kerak. Ular o'zlarini o'zlari yaratgan bo'lishlari imkonsiz. Buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki o'zlaringiz mavjud bo'lmay turib, qanday o'zingizni yaratasiz? O'zingiz yo'qsiz, qanday o'zingizni bor qilasiz? Yo'qlikdan paydo bo'lishingiz, yo'q joydan bor bo'lib qolishingiz imkonsiz. Uni ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki qanday qilib yo'q narsa o'zidan o'zi bor bo'lib qoladi. Demak, sizlar uchun 3-ehtimoldan boshqasi qolmaydi. Sizlarni yaratuvchi zot Alloh taolo yo'qdan bor qilgan. Sizlarni Alloh taolo yaratib, yo'qdan paydo qilganiga iqror bo'lishingizdan boshqa chorangiz yo'q. Oyatda aytilganidek, ey insonlar, sizlarni barchangizni yo'qdan paydo qilib yaratish ham va qiyomat kuni barchangizni qayta tiriltirish ham xuddi bir jonni yaratish va qayta tiriltirish kabi Allohga juda osondir. Boshqa oyatda ular shunday o'zlari yaralib qolganmilar yoki ularning o'zlari yaratuvchimilar yoki ular osmonlar va yerni yaratgandirlar? Yo'q, ular hargiz ishonmaydilar. Yoki Robbingiz xazinalari ularning qo'lidami? Yoki ular egalik qiluvchimilar? Abu Hanifa rahimahulloh Allohni inkor qiladigan mulhidlar bilan bahs qilganlarida ularga aytganlar: "Men yo'lda kelayotib, daryoda bir kemani ko'rdim. Unga oziq-ovqat va turli yuklar ortib qo'yilgan. Kemani biror boshqaruvchisi yo'q. O'zi suzib ketyapti. Qattiq shamol bo'lyapti, lekin kema o'zini o'zi to'g'ri boshqaryapti. Ro'baro'dan chiqqan boshqa kemalarga ham kemani o'zi chap berib o'tyapti." Abu Hanifa rahimahulloh mulhidlardan shu hodisa aqlga sig'adimi deb so'raydilar. Mulhidlar bu aqlga sig'maydi deb javob berishdi. Shunda Abu Hanifa rahimahulloh: "Subhanalloh, agar bir kemani o'zicha harakatlanishi aqlga sig'masa, qanday qilib bu dunyo o'z-o'zidan paydo bo'ladi va o'z-o'zidan bir tartib nizomda harakatlanadi? Barcha mukammal maxluqotlar o'z-o'zidan paydo bo'lgan, barcha aniq harakatlar o'z-o'zidan bo'ladi. Yaratuvchi bularni yaratmagan ham va ularni boshqarmaydi ham. Qanday qilib bu gapni aytasizlar?" deb mulhidlarga savol qiladilar. Mulhidlar javobdan ojiz bo'lib, yaratuvchiga iqror bo'ladilar. Insonning fitrati, insonning asl tabiati Allohning yolg'iz yaratuvchi ekaniga doim iqror bo'lib turadi. Inson o'z ichki hissiyotlari bilan doim Allohga muhtoj ekanini his qilib yashaydi. Xohlasa ham, xohlamasa ham ich-ichidan Allohning yaratuvchi, boshqaruvchi ekanini doim e'tirof qilib turadi. Hatto dunyodagi eng ashaddiy kofir mulhidlar ham dengiz o'rtasida cho'kayotgan kemada bo'lsa, Allohga yolvoradi. Ichki hissiyotlari bilan o'z-o'zidan Allohga yuzlanadi. Tilida, gap so'zda inkor qilmoqchi bo'lsa ham, lekin ich-ichidan o'zi iqror bo'lib turadi. Alloh taolo insonlarni ana shunday tabiatda yaratgan. Insonning ichki hissiyotlari yaratuvchiga hech bir shubhasiz iqror bo'lib turadi. Inson mana shu hissiyotlarga quloq tutib, ozgina aqlini ishlatsa, o'z-o'zidan Alloh taolo yolg'iz haq yaratuvchi ekaniga iqror bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Osmonlar va yerni boshqaruvchi, unga egalik qiluvchi Allohning buyuk cheksiz hukmronligiga nazar solmaydilarmi? Alloh yaratgan har bir narsaga qarab fikr qilmaydilar." Boshqa oyatda: "Albatta osmonlar va yerning yaratilishida, kecha kunduzning almashib turishida aql egalari uchun Allohning cheksiz qudratiga ochiq dalillar bor." Boshqa oyatda:
Allohning cheksiz qudratiga ishonuvchi insonlar uchun yerda ochiq dalillar bor. O'zingizni yaralishingizda ham bor. Allohning cheksiz qudratiga ochiq dalillar bor. Fikr qilmaysizlarmi? Qatoda rahimahulloh aytganlar: kim yerda sayr qilib, atrofga nazar solsa, ko'plab oyat mo'jizalarni ko'radi. O'ziga nazar solib fikr qilgan inson o'zini yolg'iz Allohga ibodat qilishi uchun yaratilganini aniq biladi. Ey odam bolasi, egilib Allohga ruku sajda qilishing uchun mushaklaring, suyak bo'g'imlaring egiluvchan qilib yaratilgan. Inson o'ziga nazar solib bir fikr qilsa, Allohning cheksiz qudratiga ming bor iqror bo'ladi. Alloh taolo barcha narsani mukammal qilib yaratganiga qayta guvoh bo'ladi. Ey odam bolasi, seni mana shunday mukammal inson qilib kim yaratdi? Seni ustingga teri qoplagan, senga nerv tolalarini, muskullarni o'rnashtirgan, suyaklaringni ustiga go'sht qoplagan, senda nafas olish tizimini, ovqat hazm qilish va hazm qilingan ovqatlarni chiqarib tashlash tizimini kim o'rnashtirdi? Bir tomchi ma'ni suvdan shuncha narsalar yaratilganiga qaramaysanmi? Suyak, unga qoplangan go'sht, muskullar, mushaklar, tomirlar, nerv tolalari va boshqa ichki va tashqi a'zolar va bularni hammasini yopib turuvchi teri. Insonning badanida 360 ta bo'g'im bor. Bu bo'g'imlar turlicha: katta, kichik, qalin, ingichka, uzun, kalta, to'g'ri va doira shaklda yaratilgan. Bu turli bo'g'imlar suyaklarni bog'lab turadi va butun badanni harakatlantiradi. Hatto ko'zni ochib yumishda ham, og'izni ochib yopishda shu bo'g'imlar ishtirok etadi. Inson ma'lumotlarni qabul qilishi va ozuqalar kirib, ortiqchasi chiqib ketishi uchun insonda 9 ta darcha qilib qo'yilgan. Eshitish uchun 2 quloq, ko'rish uchun 2 ko'z, hid bilish uchun 2 burun, so'zlash uchun va ovqatlanib nafas olish uchun og'iz, ortiqcha chiqindilar chiqib ketishi uchun 2 teshik. Har qanday inson bular haqida ozgina fikr qilsa, Allohning cheksiz qudratiga qayta shohid bo'ladi. Bir tomchi ma'ni onaning qornida bo'lgandi. Qanday qilib u turli bosqichlarni o'tib, komil insonga aylanadi? Uning ko'z, quloqlari o'rnini kim teshib qo'ydi? Unga aqlni, fikrlashni, ruhni, kuch-quvvatni kim o'rnashtirdi? Bu Allohning mahluqot mavjudotlari. Undan o'zgalar nimani yaratdi? Qani ko'rsatinglarchi. Boshqa oyatda: ey insonlar, bir masala aytildi, unga quloq tutinglar. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan bu sanamlarning barchasi jamlansa ham bir pashsha chivinni yarata olmaslar. Agar pashsha chivinlar u but sanamlardan biron narsani olsa, uni qaytarib olishga qodir emaslar. Ibodat qilinayotgan but sanamlar ham, ularga ibodat qilayotgan mushriklar ham naqadar nochor, notavondirlar. Boshqa oyatda: albatta Alloh osmonlar va yerni zavol topib, parokanda bo'lishidan ushlab, saqlab turibdi. Agar Alloh ularni saqlamay, ular parokanda bo'lsa, Allohdan o'zga kim uni saqlab qolur? Boshqa oyatda: Alloh 2 dengizni yonma-yon qilib qo'ygan. Biri shirin, ikkinchisi sho'r bo'lib, Alloh ularning orasida insonlarga ko'rinmas to'siq va ajratib turuvchi parda qilib qo'ygan. Sizlar uchun chorva hayvonlarida ham eslatma dalillar bordir. Ularning qornidan chiqadigan sut bilan sizlarni sug'orurmiz. Bu sut ularning qorinlarida bo'lgan ovqat va qon orasidan chiqadi. Ya'ni 2 najosat orasidan pokiza bo'lgan ichuvchilar uchun yoqimli, toza sut chiqadi. Albatta bu ham katta mo'jiza. Shofiy rahimahulloh aytganlar: tut daraxtining bargiga bir nazar sol. Bu bargni ipak qurti yeydi va undan ipak chiqadi. Uni mol qo'ylar yeydi va ulardan tezak chiqadi va pokiza sut ham beradi. Bu bargdan jayron ham ozuqalanadi va undan mushk ambar chiqadi. Bir xil barg va undan turli narsalar chiqaveradi. Tuxum haqida ham bir fikr qil. U silliq, mustahkam, hech qanday teshiklari yo'q. Tashqarisi kumushga o'xshaydi. Bir vaqt bu mustahkam qobiqni teshib, eshituvchi, ko'ruvchi, muloyim ovozli tirik jonzot chiqib keladi. Ana shunday Allohning cheksiz qudratiga dalolat qiluvchi narsalar behisob. Bulardan yana biri barcha mahluqotlarni Allohga muhtojligi. Alloh taolo aytadi: qiyinchilikka tushib qolgan inson duo qilganida uning duosini kim ijobat qiladi? Albatta Alloh taolo ijobat qiladi. Shubhasiz odamlarning boshiga katta musibatlar kelsa, darhol Allohga yolvoradilar. Alloh taolo aytadi: dengizda bo'lganlarida to'lqinlar baland soyalar kabi ularning ustini qoplab olsa, Allohga xolis duo qildilar. Boshqa oyatda: ularga ayting, agar sizlar rostgo'y bo'lsangizlar aytinglarchi, sizlarga Allohning azobi kelsa yoki qiyomat qoyim bo'lsa,
Allohdan boshqa birortasiga duo qilasizlarmi? Eng ajablanarli holat, barcha mulhid ateistlar katta musibatlarga ro'baro bo'lsa, eng birinchi ey Xudoyim deb Allohga yolvoradi. Tsunamilar bo'lsa yoki qattiq shamol yoki yer qimirlaganida, to'fonlar, qattiq suv toshqinlari, katta vulqonlar otilganda, xullas katta balo ofatlar kelsa, ey Xudo deb darhol Allohga yolvoradi. Subhanalloh. Ey inson, nima uchun shu vaqtgacha Xudoni eslamagan eding? Xotirjam bo'lganingda kibri havo qilib Allohni inkor qilasan. Katta balo ofatlarga uchrasang, Allohni eslaysan. Alloh taolo aytadi: ayting, sizlar quruqlik yoki dengiz zulmatida bo'lib, Allohga oshkora va xufiyona tazarru bilan duo qilganingizda, sizlarga kim najot berur? Ikrima radhiyallohu anhu Makka fath bo'lganida Makkadan qochib dengizga borib, bir kemaga minadilar. U kishi hali islom qabul qilmagan bo'ladilar. Kema qattiq to'lqinga uchraydi. Shunda kemadagilar ularning birortasi shu vaqtda musulmon emas. Ixlos bilan Allohga duo qilinglar. Bu vaqtda boshqa ilohlaringiz yordam bermaydi deb aytadilar. Shunda Ikrima aytadilar: Allohga qasamki, agar dengizning qattiq to'lqinlarida faqat Alloh najot bersa, quruqlikda ham faqat Alloh qutqaradi deb aytadilar va islomni qabul qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keladilar.